Assalomu alaykum sevgili obunachilari. Bugungi ko'rsatadigan modellarimiz S06 va S07 to'g'risida qisqacha ma'lumotlarni beramiz. Shu videoni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz, sizlarga boshlanish to'lovi bilan necha foiz bilan chiqarib, qanaqa bonuslarimiz ketyapti, hammasini ma'lumotlarini berib o'tamiz. Hozir ko'rsatayotgan modelimiz S07 ni Comfort pozitsiyasi bo'ladi. 1.5 turbina motor, 156 ot kuchi, 360 graduslik kamera, bundan tashqari galosi upravlение deysizlarmi, chixir rejimda yuradi. Keling, operatorimiz tomonidan diskalarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaylik obunachilarimiz uchun. 255 ga 45-20 dyumli quyma diska balonlarda bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ancha yumshoq, O'zbekiston bo'y yo'llariga to'g'ri keladi. Mashinamizga ichki ko'rinishlari tomonidan eko koja bo'ladi. Nappa koja eng yaxshi kojadan ishlatilgan bo'ladi. Masalan, avtoyo'lda qolib ketadigan bo'lsa ham mashina bemalol masalan trishinalar bermaydi, terlatib olmaydi. Ana och kiyinib yuradigan, oppoq shimda yuradigan akalarimiz masalan dopoq bo'lib qolmaydi. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyamizga keladigan bo'lsak, luxury'si bo'ladi. 1.6 turbina motor, 197 ot kuchi bo'ladi. Bemalol propan qo'ysanglar ham bo'ladi. Comfort pozitsiyamizga bo'ladigan bo'lsa, metan propan bemalol uстановка qilasizlar. Rasxodlariga keladigan bo'lsak, shu godasiga bemalol 7,5 tagacha rasxod qiladi. Undan tashqari luxury pozitsiyamizga bo'lsa, shahar ichida 7 tadan 8 tagacha rasxod qiladi. Danli yo'llarda bo'lsa 6 tagacha rasxod qiladi. 6 ta, 6,5 ta. Bularda 540 graduslik kamera, undan tashqari голосовое управление deysizmi, hamma funksiyalari bor. Eng fullini hozir ko'rsatamiz. Diskalari ko'rinish tomonlama ikkita mashinamiznikidan ham bir xil bo'ladi. Keling, mana yonlaridan bitta olib o'tamiz. O'zini masalan besklyuch dostuplari, slipoy zonalari deysizmi, hamma funksiyalari bor. Ichlaridan bitta ko'rsatamiz. Ichlarida o'zgarishlari bo'lsa, akustikali bo'ladi, soniy bo'ladi. Bundan tashqari abduf, abagrev, pamyat sidenali, hamma narsalari bor. Bunda masalan o'tirganingiz uzoq yo'llarga bitta yaxshi tarafi charchatib tashlamaydi aka. Nimaga desanglar, masalan, o'zingizga nastroykasini qilib olasizlar. Bemalol nastroykalarni qilib olib, menimcha komfortli mashina deb o'ylayman. Mashinamiz 3 xil rejimda yuradi. Eko, normal, sport. O'zingizga bemalol masalan agar tez yurishni xohlaydigan akalarimiz bo'lsa, bemalol sportga qo'yib yurishsa ham bo'ladi. Yoki komfortli ekonom bo'lsin desanglar, normalga qo'yib ham bemalol yurishsa bo'ladi. Mashinamizning bitta yaxshi tarafi, masalan, uzoq yo'lda ketayotganingizda bu narsa ishlatmoqchi bo'lsanglar, голосовое управлениеdan foydalansanglar ham bo'ladi. Bemalol ishlatib ketsanglar ham bo'ladi. Yo'lda chalg'imaysizlar yoki ortiqcha ish qilmaysizlar. Barlari sovutadi, isitadi. Bemalol masalan suvinglarni solib qo'ysanglar, uzoq yo'llarga ketayotganda muzlatib bemalol ketsanglar bo'ladi. Masalan, uzoq yo'lga ketayotganda ko'p aka-ukalarimiz zaryadkadan muammo bo'lishadi. U muammolar hammasi yechimini Soyuz modellari shunda bartaraf qilib qo'ygan. Meditsiyali besprovodniy o'zini zaryadkalari bor, 50 vattgacha. Besprovodniyni bilsanglar ko'p telefon qizib ketadi. Bu narsasining ham yechimi bo'lgan. Mashina o'zini охлаждениесі bor. Qo'yib qo'yganingizda telefoningiz avtomatik qizib ketsa, sovutishga o'tadi. Bularning anaqasi, klimat kontroli 3 zonali bo'ladi. Masalan, men tarafga alohida, yonimga masalan sherigimga alohida gradusni to'g'irlashsa bo'ladi bemalol. Bularda yana yaxshi tarafi, masalan, mashinada g'alati hidlar chiqsa yoki changib ketsa, avtomatik o'zini tozalaydigan funksiyalari ham bor. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqalariga keladigan bo'lsak, mana masalan, men sidenani eng oxiriga tushirib oldim. Mana hozir orqada bemalol o'tiribman. Masalan, bo'yi uzun akalarimiz bo'lsa ham bemalol masalan ketsa bo'ladi. Bu mashinada to'g'risini aytadigan bo'lsam, oldiga o'tirib ketgandan ko'ra orqada o'tirgan odam komfortliroq ketadi. Ancha keng mashina, bemalol dam olib ketsa bo'ladi. Bularni sidenasi orqasida bitta yaxshi tarafi, masalan, mana orqani masalan bemalol regulirovka qilsangiz bo'ladi. Mana yotqizib olsangiz ham bo'ladi. Orqaga yana bemalol dam olib ketaverasiz. O'ziga to'g'rilab olib. Yosh bolasi bor akalarimiz uchun 3-qatorlarimiz ham bor. Bemalol 3-qatorga bolalarni o'tkazib qo'yib ketsa ham bo'ladi. Mana 3-qatorlarimiz ham bor. Masalan, hozir mana bu yerda yotqizib qo'ydik. Agar bagaj kerak bo'lgan paytda bemalol yotqizib qo'ysa bo'ladi. Agar odam ko'payib ketsa yoki akalarimizni nevara bemalol yoki o'g'illarni olib yurishadigan bo'lsa, kichkina bolalarni bemalol 3-qatorga ko'tarib qo'yib o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Detskiy rejimlarimiz hamma mashinalarimizda bor, bemalol foydalansa bo'ladi. Masalan, yelka, qo'l polis qolib ketadigan bo'lsa, avtomatik o'zi to'xtab qoladi. 7talarimiz to'g'risida ma'lumotlarni berdik. Endi S06 to'g'risida ozgina ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Xo'p, S06 modellarimizda 3 xil modelimiz bo'ladi. Hozir salonda turganimizni 1.6 bilan gibrid modelimizda turibdi. Bularda 1.5 turbina motor Comfort pozitsiyamiz bor. Undan tashqari luxury'si gibrid modelimiz. Hozir salondagi mana mashinalardan to'g'risida ozgina ma'lumotini beraman. Ko'rayotgan modelimiz luxury'si bo'ladi. 1.6 turbina motor, 197 ot kuchi bo'ladi.
mashinamizni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, как sport karlardagi variantda yig'ilgan modelimizda bo'ladi. 540 gradusli kamera, Bluetooth обогрев, akustikali Sony bo'ladi, колесо управления, panorama luk ham funksiyalari bor. Diskalari 255 ga 45-20 dyuymli diska balonli bo'ladi. 7 bilan 6 ni diskasi boshqacha bo'ladi. Bu kakani sport karlardagi yig'ilgan variantimiz bo'ladi. Ko'p masalan benzindan yo charchadim ekan, menga gibrid model qiziq deydigan akalarimiz bo'lsa, ularga ham bitta variant qilib beramiz. Mana ko'rayotgan modelimizni, gibrid modelimizni общий zapas kodlari bilan 1200 km mashinamiz yuradi, 200 da, qolgani benzinda. Общий masalan benzindagi rasxodlariga keladigan bo'lsak, 3,5 litrdan 4 litrgacha rasxod qiladi. Uzoq yo'llarga bemalol o'ylamay ketaversa ham bo'ladi. Nima unaqa deyapman? Chunki bu o'zi ham to'ldirib ketadi. Masalan, benzinliklar bo'lsa, to'kilib qolmagan payt avtomatik 1,5 turbina motorga o'tib ketib, harakat davomida sizlarga benzindan tokka ham to'ldirib beradi. Bemalol xarid qilishsa bo'ladi. Mana shu mashinalarimiz to'g'risida ma'lumotlarni berdik. Kimga yoqqan bo'lsa, siz Sergeli avtosalonimizga kelishsa, katta bonus chegirmalarimizni qilib beramiz. Har bitta modelimizga test drayvlarimiz ham mavjud. Pasportlari yoki pravalari bo'lsa, haydab ko'rishsa bo'ladi. Hozir oy oxirigacha katta chegirmalarimiz ketyapti. Har bitta modellarimizga qarab turib, 25% boshlanish to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha rasmiylashtirib olishsa bo'ladi. Xolisi muddatli to'lov asosida ham olishsa bo'ladi. Unaqalarimiz ham bor. 1 yildan 5 yilgacha 12 ta viloyat uchun bitta pasport evaziga 1 kun ichida ishlarini hal qilib beramiz. Har bitta xarid qilgan mijozimiz uchun 10 milliongacha bo'lgan bonuslarimiz bor. Undan tashqari avtosalonimiz tomonidan yana katta sovg'alarimiz ham bor. Hammanglarni Sergeli avtosalonimizda katta bonus va chegirmalar bilan kutib qolamiz.